Jigarlarim, hammaga assalomu alaykum. Bizimizda charchamayapsizlarmi? Barcha mo'min musulmonlarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Xudo xolasa, Sardor kafesi har doimgidek ishda. Jumadan keladigan ko'kalarimizga xizmatda. Jumadan keladigan ko'kalarimizga xudo xolasa istaganlarimizga mashinalarni qo'yib ibodat qilgan kirib ketishdi. Juma namozini o'qigani, xudo xolasa chiqqaninglardan so'ng sizlar nima kutyapti? Sizlarni jigar chashli, to'y go'shti, imomlar qachashli kutyapti. Undan tashqarisiga jigarlar, to'y oshi, milliy taom, shashlik, salatlar, besh barmoq nonlar kutyapti. Sardor kafesi. Ko'ryapsizlar, o'zimizning kafe. Jumadan jumagacha bilasizlar, vaqt juda ham vizillab ketyapti. Chunki har juma neobishni video qilib, hammani juma bilan tabriklagim keladi jigarlar. Shuning uchun bilmadim, men uchun tuyulyapti. Jumadan jumagacha tez o'tib ketadi. 10 ta juma bilan tabrikladim hammani pashti. 10 ta, agar bilsanglar, videolarimni ko'rgan bo'lsanglar. Xullas, hammalarni tabriklayman juma ayyominglar bilan va hammalarni butun yangi yo'lli va meni barcha kuzatadigan obunachalarimni Sardor kafesiga, o'zimizning kafemizga taklif qilamiz. Har kuni 7 dan 22:00 gacha xizmat iladamiz. Bitta like bosib qo'yinglar jigarlar bu videoga.